Cobalt avtomobili 1 soat kansini yoqib qo'yib, og'aynilarni kutsanglar necha litr benzin yeydi. Buni tekshirgan hozir bakki mashtigacha liq to'la qilib benzin quyamiz. Keyin 1 soat mashinani kansioner yoqib zavod qilib qo'yamiz. Hech haqda yurmaymiz. 1 soat zavodda turib turadi kansioner yoquvligida. Keyin yana qaytadan to'ldirib polni bak qilamiz. O'shanda necha litr benzin ketsa, xuddi o'shancha 1 soatiga yeyotgan bo'ladi. Mana liq to'la bo'lgunigacha bakki benzin quydi. Biz to'rdan 21 minut o'tdi, mashinani shunday mashitga oldi. Mana kansionerlarni yoqib qo'ydi. Ropparosi 5 dan 21 minut o'tganda quyib yana tekshirib ko'ramiz. 5 dan 21 minut o'tdi, mashinamiz rovna 1 soat zavodda turib turdi. Hozir endi benzin quyib tekshirib ko'ramiz. Mashtigacha to'ldirib qo'ydi. 1 litr benzin ketdi, mana ko'rishingiz mumkin. Rovna 1 litr benzin ketdi. Demak, Cobalt avtomobili 1 soat zavod qilib qo'yib, og'aynilarni kutib o'tirsanglar 1 litrgina benzin ekan. O'tgan safar Gentrani tekshirganimizda 1 litr 200 ml ketgan edi. Demak, Cobalt ekonomichliroq ekan. Keyingisi qaysi mashina bo'lsin, qaysi mashinani shunaqa test qilib tekshirib ko'ramiz. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunaqa qiziq kontentli bo'lsa, avtomaslahatga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.